Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Bugün o'qiydiganimiz Büyük alim İbnül Qayyum el-Javziyning Ad-Da ve Dava, yani dert ve dava yoki kesel ve şifa namlı kitabı. Bu kitapning yozilish sababi oshiqlik dardiga mubtalo bo'lgan bir yigit bu büyük alimdan buning chorasini izlab savol so'ragan. Bu katta alim katta himmat ko'rsatish orqali bu savoldan ilhomlanib, himmatini ayab qo'ymay bir kitap yazıp çıqqan, yani bu kitapni yazıp çıqqan. Bu kitapta İbnül Qayyum Javziy barliq kasallarninki doğrusu barligini, yani Allah Taala mayli qanday kasal bo'lishidan qat'iy nazar doğrusini bilib tushirdiganligini, Qur'on Karimning eng unumli shifoliq doğru ekanligini, shundaqla gunoh ma'siyatlarning inson bo'lgan dunyo oxiratdagi xatari va shundaqla yana ishq muhabbatdan iborat oshiqlik kasalininki xatari va ularninki choralarini qandaq davolash qatorliq jihatlardan izlanib bu bir kitobni yozib chiqqan. Mushtila to'g'riliq to'xtalgan bu kitobda. Bismillahirrohmanirrohim. Va la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Shuning bilan bu yigit savolni bunda so'rabdi. Din peshvolari, hurmatli olimlar, bir bala musibatga mubtalo bo'lgan, bir dardga mubtalo bo'lgan kishi to'g'risida nima deysizlar, nima fatvo bersizlar yoki qanday yo'l ko'rsatdilar? U kishi bildiki, agar bu dardga u davomlashaversa, bu dard uning dunyo va oxiratini vayron qildi, buzdi. Agar u kishi bu dardni o'zidan ittirib etishga barliq choralarni qo'llanib tirishchanlik ko'rsatsa, u faqat uningni texinbak kuyishni ziyoda qiladi. Texinbak kuchayib ketadi. Buni dafi qilishning, ittirib etishning yo'li, chorasi nima? Buni etishning yo'li nima? Dardga mubtalo bo'lgan kishiga yordam bergan kishiga Alloh rahim qilsin. Alloh taolo bir banda qarindishining yordamida bo'ldi ekan, Alloh uning yordamida bo'ladi. Allohdan ajrlangan holda bizga fatvo bergan bo'lsanglar degandan keyin imom, olim, shayxul islom har qaysi firqalarning muftisi Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub imamul Dimashqdagi Javziy madrasasining imomi, Alloh uningdan rozi bo'lsin debdi. İbnül Qayyum Javziy shundoq degan: Alhamdulillah, barliq hamd sano Alloh xosdir. Imom Buxoriyning Sahih Buxoriy nomli kitobida shundoq kelganki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadisida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qildiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Alloh taolo bir kasal, bir dardni tushirsa, uning shifosini tushirdi. Sahih Muslimda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuning hadisidan shundoq kelganki, Omdaq deydi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Har qanday bir dard, har qanday bir kasalning doğrusu bor, davosi bor. Qachonki bu davo, bu dora u kasalga to'g'ri to'g'ri topsa, Allohning izni bilan saqaydi. Musnad Ahmadda Usama ibn Sharikdan u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdan rivoyat qilib shundaq deydiki, Alloh taolo qanday bir kasalni tushirsa, uning shifosini, davosini bilib tushirdi. Onun şifasını, davasını bilgenler bildi, bilmegenler bilmey kaldı. Bu hadisning başqa bir lafzida shundoq kelgan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shundoq deganki, Alloh taolo qandaq bir kasalni tushirsa, uning shifasini yoki dorisini bilib tushirdi. Faqat birlik kasalning degandan keyin sahobalar, ey Allohning payg'ambari, u qaysi kasal deganda yashanib qolish, ya'ni qayirliq. Yani qayırlıqning doğrusu yo'q. Qayırgandan keyin yosh alat qaytiliq olmaydi oningdan keyin o'lim bor. Bu yerdagi hadisda kelgan kasallar demakchi bo'lg'ini qalb kasalliklari, ruh, badan kasalliklarining hammani o'z ichiga oldi. Yani qalb kasali, insonning ruhiy kasalliklar xil va bedendeki cismani kasalliklar hammasini o'z ichiga oldi va ularning dorilarini o'z ichiga oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hatto jahillik, bilimsizlikni bir kasal dedi va u bilimsizlikning, jahillikning, nodonlikning, bilmaslikning doğrusini olimlardan so'rash dedi. Sunan Abu Davudda
Jabir ibn Abdullah'ның hadisida radiyallahu anhu rivoyat qilib shundoq degan. Biz ma'lum bir safarga chiqdik. Shuningdan keyin bizning ichimizdan bir kishiga tosh tegib ketdi. Tosh tegib ketib, uning beshini yerib qo'ydi. Ondan ehtilam bo'lib qoldi. Bu kishi amrahlardan, do'stlardan so'rdi, safardoshlardan, qanday qilaman deb. Ya'ni munda dedi. Menga tayammum qilish ruxsat bormi? Mening beshim yerib ketdi. Agar men g'usl qilgan bo'lsam, kasal bo'lib qolishim mumkin. Shung tayammum qilsam ruxsatmi degandan keyin ular biz senga ruxsat topolmaymiz. Ya'ni ruxsat emas. Chunki sen suv qodir bo'la olaysan, yaningda suv bor. Degandan keyin bu kishi g'usl qildi. Shuning bilan o'lib qoldi. Shuna bu sahobalar deydiki, biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, kelsak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xabar topdi, bu ishni xabar berilibdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga. Shundan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bular uni o'ldirib qo'yibdi. Alloh ularni o'ldirversin deb qag'an. Musulmonni qag'ash durust emas degan hadis turib, nima uchun qag'an degan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men qandaqki bir musulmonni qarg'isam, mening qarg'ishim uning gunohlariga kaffara bo'lib ketsin deb duo qilgan duosi bor. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni birasini qag'ab qolgan bo'lsa, uning gunohlariga kaffara bo'lib ketadi. Agar ular bilmasa so'ris bo'lmamdi, bilmaslikning shifasi savol emasmi? Ya'ni bilmaslikning shifasi savol tursa, uningga tayammum qilib va o'zining jarohatiga bir parcha rahmni tengib olsa, ana shu rahmning ustiga masih qilib, badanining boshqa qopqagan yerlarini yuvishi kifoya qiladi, dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilimsizlik bir kasal, bir dard bo'lsa, bilimsizlikning shifasi savol ekanligini dedi. Allah subhanahu va taolo Qur'on Karim to'g'riliq, Qur'on Karimning shifa davo ekanligi to'g'riliq xabar berib shundoq degan. Agar biz o Qur'onni arab tilida emas, ajam tilida, arabdan boshqalarning tilida qilgan bo'lsak, ular chuqum bu Qur'onning oyatlari bizga tafsili bayon qilingan bo'lsa deydi. Tafsili bayon qilgan bo'lsa, bu ajamlarning tilida, ya'ni arab emas, boshqa millatning tilida tushibdi bu Qur'on. Arab tili bo'lgan bo'lsa deb shundoq deydi. Aytqanki bu Qur'on iymon etganlar uchun hidoyat va shifolikdir, shifodir. Va yana Alloh taolo Qur'on Karimda shundoq dediki, biz Qur'on Karimdan shifo, davo va mu'minlarga rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilamiz. Va bu yerdagi va nunazzilu minal Qur'an degandagi men so'zi tabaid, ya'ni bir qismanlikni bildirmaydi. Qur'onning bir qismidan tushiramiz degan gap emas, balki jins, ya'ni turni bayon qilish uchun. Qur'onning hammasi shifodir. Alloh taolo boshqa oyat aytgandek, u Qur'on bilimsizlik, shak, shubha kasallariga shifodir. Bilimsizlik, shak va shubha kasallari uchun qalblarga shifodir. Allah subhanahu va taolo osmondan kasallarni yo'qotishda Qur'ondan bekroq foydali, Qur'ondan bekroq foydasi umumiy bo'lgan, umum bo'lgan, katta bo'lgan, bekroq foyda qiladigan bunda bir shifoni, bir dorini, bir davoni tushirmagan. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.